Dahshat MMA kanalining bugungi menyusida asli chechen bo'lgan Hamzat Chimayev Conor McGregor bilan ishgal qildi. Boksning ikki afsonasi Mike Tyson va Roy Jones o'zlarining 12-sentyabrdagi janglaridan oldin formasini ko'rsatishdi. Habibning Justin Gage'dan keyingi raqibi George St. Pierre bo'lishi mumkinligi. Salom do'stlar, siz Dahshat MMA kanalidasiz va aynan shu xabarlar haqida bugun gaplashamiz. Albatta, yangi bo'lsanglar obuna bo'linglar. Har bir obunachi biz uchun juda ham muhim. Bundan tashqari video tarqalishi uchun va ko'p odamlar ko'rishi uchun bitta Dahshat like bosib o'rgan bo'lsanglar, men boshladim. Boksning ikki afsonasi Mike Tyson va Roy Jones o'zlarining 12-sentyabrdagi jangidan oldin formasini ko'rsatishdi. Bu jangdan tushgan hamma pulni Mike Tyson xayriyaga sarflamoqchi. Asli chechen bo'lgan shved jangchisi nafaqat UFC'da yangi rekord o'rnatdi, balki MMA dunyosida katta shov-shuvlarga sabab bo'ldi. U shu kunlarda yangi intervyular berib, yarim o'rta vaznini yorib tashlamoqchi ekanligi haqida gapirdi. Conor McGregorning sparring partneri Chimayev haqida gapirdi. Chimayev bo'lsa, uni yopiq ko'zlari bilan mag'lub qilishni aytdi. Bundan tashqari shaxsan Conor McGregor o'zi Instagramda UFC postining tagida Chimayev haqida kalamushlab deb yozib qoldirdi. Hamzat Chimayevga yaxshilab e'tibor bersangiz do'stlar, uning labi yirtilgan, keyin juda ham g'alati bo'lib vasстановление bo'lgan. Shuning uchun Conor shunaqa dedi. Hamzat Chimayev bo'lsa Conor McGregorni jangga chaqirdi. Conor McGregor mag'lub bo'lish bo'yicha mutaxassis, tovuq yurak. Dana White men ochman. Uni menga desert qilib beringlar deb aytdi Hamzat Chimayev. Eslatib o'taman, Hamzat hozirda UFC'da ikkita muddatdan avval g'alaba bilan ketyapti. Bundan tashqari uni 8 ta jangi bo'lgan MMA'da va hammasida muddatdan avval g'olib bo'lgan. Albatta Hamzat Chimayev ko'p jang o'tkazishi kerak va bunaqa trash-toklar uni karyerasini yo'q qilib yuborishi mumkin. Ammo menimcha Conor va uning jangi bo'lmaydi. Chunki Hamzat yo'qotadigan hech nimasi deyarli yo'q, ammo Conor McGregor mag'lub bo'lsa, uning barcha narsasiga ta'sir qiladi. Conor nafaqat kuchli jangchi, bundan tashqari aqlli hamdir. Shuning uchun bunaqa janglarga rozi bo'lmaydi. Bundan tashqari Hamzat Chimayev endi debyutant va hali o'zini juda ham ko'p ko'rsatishi kerak. Albatta do'stlar, bu xabarga ham o'zingizlarning fikringizni bildiringlar. Conor McGregor va Hamzat Chimayev jangi bo'lishiga ishonasizlarmi? Bundan tashqari Conor McGregor va Hamzat Chimayev tomoniga qilgan trash talkga qanaqa baho berasizlar? Hammangizlarning fikringizni pastda o'qiyman. UFC prezidenti Dana White intervyu berdi va barcha kerakli savollarga javob berdi. Uni ichiga qaraganda Habib Nurmagomedovga xohlagan jangini berar ekan. Dana Whitening gaplari. Habibning ichiga qaraganda u 0 qilib karyerasini tugatadi. Hozir unda 28 ta g'alaba. Uning keyingi raqibi bo'lsa Justin Gage. Bu aniq, bu narsa hal qilingan. Bilasizlarmi, Conor McGregor bor. U jang xohlagandi. Bu jangni albatta uyushtirish kerak. Nima bo'lishini ko'ramiz. Ammo Gage bilan jang keyingisi. U St. Pierre bilan jangni xohlasa, albatta. Agar bu uning oxirgi jang bo'lsa, bu jangni biz uyushtiramiz. U biz bilan har doim ochiq bo'lgan va kompaniyaga yordam bergan. Bundan tashqari sportni rivojlantirgan. Menga Habib juda ham yoqadi. U xohlagan barcha ishni qilaman deb aytib o'tdi Dana White. Rostdan ham Habib Nurmagomedov UFC kompaniyasiga va MMA rivojlanishiga katta hissa qo'shgan, chunki aynan O'rta Osiyo bundan tashqari Rossiya odamlarini UFC'ga olib kirgan odam bo'ladi. Demoqchimanki, tomoshabin sifat va Habib Nurmagomedov rostdan ham biznesga katta hissa qo'shgan. Shuning uchun ham uning gonorarlari 6 milliondan 10 milliongacha bo'lyapti janglariga. Albatta do'stlar, bunga ham o'zingizlarning fikringizni bildiringlar. Habib Nurmagomedov Conor bilan jang qilmasdan karyerasini tugatadimi? Bundan tashqari St. Pierre bilan jangga qanchalik ishonasizlar? Hammangizlarning fikringizni pastda o'qiyman.